Viloyat hokimlarining telefon raqamlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bugun biz mana shu raqamlarga telefon qilib, ularning ishlayotgan yoki ishlamayotganligini tekshirib ko'ramiz. Birinchi Qoraqalpog'iston. Band emas. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengasini raisining telefon raqamimi? Ishonch telefonimi? Ha. Sizlarga murojaat qoldirsak bo'ladi, to'g'rimi? Aha. Bo'ldi, katta rahmat. Biz jurnalistman. Biz mana shu telefon raqamlar ishlayaptimi, yo'qmi? Shularni tekshirayotgan edik. Xo'p. Salomat bo'ling. Buxoro viloyat hokimi qo'ng'iroq qilamiz. Mening ishonch telefoniga qo'ng'iroq qildingiz. Здравствуйте. Позвонили на телефон доверия хакимата Бухарской области. O'zbek tilini tanlash uchun 1 bosing. Для выбора русского языка нажмите 2. Biz davom ettirmadik, aloqani uzib qo'ydik. Uchinchisi. Qashqadaryo viloyat hokimi. Существует. Siz terayotgan raqam sistemada mavjud emas. Biz to'g'ri raqam terdik, lekin sistemada tizimda mavjud emas deb aytayapti. Demak, navbatdagisi Namangan viloyat hokimligiga qilamiz. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya занята. Пожалуйста, Demak, liniya bandligini ishlatildi. Mana ma'lum qilyapti. Surxondaryo. To'g'ri raqam berdingiz. Вы набрали неправильный номер. You have dialed an inactive number. Zoir Mirzayevga qo'ng'iroq qilamiz. Вы набрали неправильный номер. You have dialed an Siz noto'g'ri raqam terdingiz deb aytayapti Toshkent viloyat hokimligining telefon raqami. Rahimov Jo'rabek. Bizni ko'p kutishga vaqtimiz yo'q. Bu qatorni davom ettiramiz ro'yxat bo'yicha. Abdurahmonov Shuhratbek, Andijon viloyat hokimi. Assalomu alaykum. Andijon viloyati hokimligining murojaatlarini qabul qilish markaziga xush kelibsiz. Пожалуйста, Центр приема обращений hokimiyati Andijonской области hamda sifatini yaxshilash maqsadida telefon so'zlashuvlari yozib boriladi. Operator bilan bog'lanish uchun 1 bosing. Чтобы соединиться с оператором, на данный момент все операторы заняты. Operator bilan bog'lanish uchun ular bandligini aytdi va aloqa uzilib qoldi. Navbatdagi Ulug'bek Mustafoyev. Абонент банд. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Abonent занят. Пожалуйста, перезвоните. Band. Vaqtni yo'qotmaymiz. Normat Tursunov, adashmasam Navoiy viloyat hokimligi. Noto'g'ri raqam berdingiz. Вы набрали неправильный номер. The number is incorrect. Please check and dial again. Samarqand viloyat hokimi. Noto'g'ri raqam berdingiz. Вы набрали неправильный номер. Xato raqam terdingiz deyapti. Erkinjon Turdimov, Sirdaryo viloyat hokimi. Qo'ng'iroq qilamiz. Qo'ng'iroq qilingan abonent apparati o'chirilgan. Вызываемого абонента выключен. The number is out of service due to unpaid charge. Demak, o'chirilgan beryapti. Hozir soat 16:02 Toshkent vaqti bilan, ya'ni ish vaqti hokimliklarning barchasida. Demak, Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovga qo'ng'iroq qilamiz. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya занята. Пожалуйста, перезвоните позже. The line is busy now. Please try again later. Endi eng oxirgi telefon raqamimiz bu Toshkent shahar hokimligi. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Toshkent shahar hokimligining telefon raqamimi? Ha. Ishonch telefoni hisoblanadimi bu? Umumiy bo'limga tushdi. Murojaat yo'llasak bo'ladi sizlarga. Murojaatni olgan nomer yozib olasizmi? Mayli ayting. 210 210 0179 fuqarolar murojaatlari bo'yicha bo'lim. Bo'ldi, tushundim aka. Rahmat kattakon. Xo'p. Biz hammasini qo'ng'iroq qilib ko'rdik. O'zingiz sanadingiz, bu raqam mavjud emas. Bu raqam noto'g'ri degan telefon raqamlari hokimliklar, mas'ullar mana shu raqamlarni bir qayta ko'zdan kechirib qo'ysalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, barchaga tarqating, yoqti tugmachasini bosib qo'ying. Rahmat.